erkak deganda nimaga zo'ravonlikni tasavvur qilishimiz kerak? Biz zo'ravonlik qilib o'rgatamizmi erkak bo'lishni? Bizani dinda nikoh muqaddas deyilmas ekan. Bizani dinda inson qadriyati ekan, nikoh emas. Erkakni erkak qilib tarbiyalash uchun kaltak yeb turish kerak. Ayol kishi hech qachon erkak bo'la olmaydi. To'g'ri, erkak vazifasini bajarishi mumkin, Ma'lum. lekin bu tabiat qonuniga zid. Asha zo'r. Chidash kerak emas. Albatta chegaralari chizish kerak. Nariga odam kelisha olmasa-chi degan joyiga qizlik bo'lishni xohlamayman. Meni fikrim unaqa emas. Erkak kishini xarizmasi bor edi bu paytlar va o'sha narsa boshqarardi ko'pincha. Assalomu alaykum. Bugun shunaqa bir mehmonimiz bor. Men ularni ancha kuzatganman. Ichimda nimalardir o'xshashligidan, keyin ichki dunyolariga qiziqishim borligidan rosa xohlagandim. Tanishishi, yaqinlashishi, ko'rishishi va o'sha suhbat bugun bo'lyapti. Va men rostdan ishonaman. Hali bizda jamiyatimizda o'zining imkoniyatlari, qobiliyatlari, hayot tarzi, qilayotgan ishlari hammasi bitta o'ziga emas, juda ko'pchilikka va inson manfaatlari uchun yetib borishini xohlab yashayotgan odamlar bor. Ular bizning zamondoshlarimiz. Va shunaqa insonlarni ham oddiy oilalarda katta qilishgan. Shunaqa insonlarning ham og'riqlari bor. Shunaqa insonlarning ham qarashlari bor. Shunaqa insonlarning ham kamchiliklari bor. Va bugun shunaqa insonlarni bittasi bilan sizni tanishtiramiz. Arafat, o'qituvchilar oilasida katta bo'lganmisiz? Mana shuni har ko'rishganimda so'rayman deb. O'qituvchilar avlodini 5-man adashmas, Ayol. 5-bog'ini. Qanday yaxshi. Mendan ham o'qituvchilar hidi keladimi sizga? Men ham shu o'qituvchilar avlodidan 4-bog'iman. Bizda ham shunaqa. Hamma o'qituvchilar. Xursandmanki yangizga nasib qilganiga va qancha kutdik. Xo'p, bugun siz bilan o'zi bu qanaqa ko'rsatuv? Shaxsiy mavzularda gaplashib turib shu orqali psixologik tahlillar berib ketamiz. O sizga yoqmagan qismi bo'lsa olib tashlayveramiz, o'zingiz ko'rib etsangiz. Xullas shu orqali odamlar, boshqa kuzatuvchilar o'zini shaxsiyatini topsa, o'sha kerak joylarini siz orqali terapiya qilib olishi uchun rejalaganmiz. Shunaqa, lekin bugun baribir siz bilan ishimiz bo'yicha gaplashamiz. Soha bo'yicha. Zo'r. Ta'lim haqida, nimaga imенно ta'lim haqida yoritishni tanladingiz? Shu sohani ichida yashab katta bo'lgan shunmi boshqa sabablar bormi? Ta'lim masalasi o'zi bu tasodifan bo'lib ketdi. Bloger o'zish, jamiyatga nimadir gapirish, haqiqiy hayotiy keyslardan boshlangan. Zo'ravonlik masalasini ko'rganman o'quvchilarga nisbatan. Meni bitta muammoim bor, juda ham kuchli empatman. Birovlar hayotiga burnimni tiqadigan odatim bor. Harakat qildim o'zim yechim qilishga, gapirib, amaliy qo'l bilan degandek yo'q, o'xshamadi. Bir 6 oylar harakat qilganimdan keyin battar kuchayish boshladi. Endi kim qayer ayta olmayman. Bolalarga nisbatan endi menga zarda qilib ham kibr bo'ladi-ku odamlar. Zarda qilib ham bolalarga zulm qilish boshlangandan keyin o'yladim, ijtimoiy tarmoqqa ko'proq odamlarga chiqib gapirsam va ko'proq odam meni fikrlarimni to'g'ri ekanligini tan olsa, ular ham tan oladi. Chunki kichkina ko'lmakchani ichida edim u payt. Va chiqib gapirdim, keyin blog ochishni tavsiya qilishdi, shu o'zi chiqdi, menejerlar chiqdi, men g'oyadoshman siz bilan, ishlab beraman sizga deyishib o'zlari qo'llari bilan Telegram kanal, Instagram ochib berishdi. Ishlash boshladik, ishlayapmiz hamma qadar ishorasida gaplashadigan gaplar ko'p, auditoriya bilan, umuman jamiyat bilan. Yo'lam o'zi paydo bo'lyapti, men yuryapman, Xudoga shukr. Shunaqa har xil tasavvurlar, nazariyalar bor ekan, kimlar tasavvurida uni chet el moliyalashtiradi, fantaziya-ku. Chet el moliyalashtiradi, orqasida kimlardir turibdi. Yo'q, shunchaki menimcha niyatim ezgu va yo'l o'zi paydo bo'lyapti. U yerga chaqirishadi, bu yerga chaqirishadi, qo'llab-quvvatlashadi, Xudoga shukr. Bu meni shaxsiy og'rig'im, chunki menga insoniy qadriyatlar birinchi o'rinda turadigan jamiyat kerak. Va shunday jamiyatda yashashni, farzandlarim shunaqa jamiyatda yashashini xohlayman, juda ham. Siz o'zingiz shunaqa muhitda katta bo'lganmisiz uyingizda? Ha,
Shu haqida ozgina ayting. Meni chunki- shaxsiyatimni hurmat qilishgan, doim fikrimiz bilan hisoblashilgan. Shuning uchun unaqa nima desam ekan, ota-ona faqat gegemon bo'lgan bo'ladi-ku, oila quradigan yoshga yetgandan keyin, undan keyin ham hayotiga men egaman, men tug'dim, men egaman, orzu hayollari ham hamma narsasi meniki. Shunaqa narsani umuman tushunmayman, hazm qila olmayman. Har doim biz bilan hisoblashishgan, tanlov bo'lgan bizda, fikrimizni eshitishgan. Agar qanaqadir rad etiladigan tomonlari bo'lsa, uni oxirigacha tushuntirishgan, soatlarcha, sutkalarcha munozaralar bo'lardi uyimizda ma'lum bir masalalar hal qilishga, masalan, o'qishga kirish va hokazo. Misol uchunda, umuman dadamni nimasi kuchli, bunda yondashuvi kuchli. Hamma yaxshi narsa bolalarga va ular ham alohida bir shaxs. Shunaqa yondashgan, shunaqa deb aytgan har doim. O'shaning uchun nafaqat o'zimga nisbatan munosabatdan boshqalarga, o'quvchilarimga masalan, qanaqa qilasiz, unaqa bosiqsiz yo urmaysiz, so'kmaysiz. Men uchun boshqachasi yo'q, boshqacha qolip yo'q men uchun. Menga juda ham oson, chunki meni qadriyatlarim shunaqa. Boshqa narsani men hazm qila olmayman. To'g'ri. O'shaning uchun-da sizda bilinadi, bilasizmi? O'zi tanqid bilan chiqadigan, jamiyatni foydali qilishga harakat qilayotgandek odamlar ko'p. Rostdan ko'p, lekin nimagadir kimlarnidir tanqidiy fikrlari yo inobatga olinmaydi, yo shunaqa narsa g'ashga tegadi. Sababi men o'ylaymanki, psixologik tahlilda o'zi erishmagan narsani targ'ib qilish bilan o'zi yashab o'tgan narsani targ'ib qilish o'rtasida farq bor bo'lsa kerak. Chunki inson tatti bo'lgan narsasi haqida xotirjamroq gapiradi, og'riqsizroq gapiradi. Erisha olmayotgan narsasi haqida qanaqadir asabiylashib gapiradi-da. Shuning uchun u odam ham tanqid qiladi, siz ham tanqid qilasiz. Sizniki boshqacharoq chiqadi-da baribir. Boshqalarniki qanaqadir nima deydi? Tanqidlarida zahar bordek, nima deydi, birovniga husumat bordek, shunga o'xshashroq narsa chiqadi. Demak, shu yerdan bilinadi. O'zingiz ko'rganingiz uchun ekanda sizda. Nimadan dars berasiz, Arofat? Boshlang'ich ta'limdan dars berar edim. Endi xudo xohlasa sentyabrdan huquqdan ham dars beraman yuqori sinflarga. Nega bunaqa darajada farqli fanlar? Xalqaro loyihada ishtirok etyapman. Men o'zim tilab oldim bu narsani. E'tiroz bildirishadi, sen avval kattalar bilan ishlab ko'r, bilmaysan, qo'ymaysan. Men avval ishlaganman, norasmiy ishlaganman. Birovni o'rniga universitetda o'qib yurgan vaqtlarim o'smirlar bilan ishlaganman. Asosan o'smirlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman, ularga yechim bera olaman, lekin shu narsani yana isbotlash uchun va yangi muammolarni aniqlash uchun, jarayonni ichiga kirish uchun menga shu yuqori sinflar bilan ishlash kerak. Shuning uchun alohida loyihada ishtirok etib, shu huquqni beradigan loyihaga, Teach for Uzbekistan degan loyihaga, hozir shu loyihani yozgi institutida o'qiyapman. Dars o'taman sentyabrdan xudo xohlasa. Ularga ham, yuqori sinflarga ham, boshlang'ichlarga ham dars bera olaman, muammosi va yechimi haqida gapira olaman, haqqim bor deb o'ylayman. Shunaqa. Zo'r. Arofat, pedagoglar oilasi, o'qituvchilar oilasida yashashni qiyin taraflari nima bo'lgan sizga? Jamiyatni kutuvlari, jamiyat chegaralari, o'qituvchini farzandi bo'lganingiz uchun hech kim hech narsa demasa ham, o'zimiz ham shunaqa kompleksli bo'lganmiz. Kiyinish masalasida, o'qituvchini bolasi bo'lganim uchun bunaqa kiya olmayman, shunaqa narsa. O'lchaydi odamlar, ota-onamiz obro'sini biz bilan o'lchaydi. Ularni obro'sini tushirmaslik uchun ham umuman o'qituvchini farzandi boshqacha bo'lishi kerak, o'qituvchiday bo'lishi kerak-da. Men maktabda ham kostyum yubka kiyib shunaqa ajoyib gap so'zlarimiz ham ma'nili bo'lishi kerak bizniki. Aslida qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Mana hozir sizni ham bolalaringiz 6 yo 7 pokoleniya bo'lib dunyoga kelyapti. Ularchi, sizni pedagog bolalar, ularga qanaqa imkoniyatlar berasiz? Aslida ham shunaqa bo'lishi kerak, lekin ma'lum bir narsalar bor, uni emotsiyalarimizni namoyon qilish bor-ku. Shu narsani meni ham masalan
kulgim kelgandir, baqirib kulgim kelgandir, shaddodlik, Erkin bo'lgisi. hazillashgim Boladay bola kelgandir, bo'lgisi kimlar kelgan. bilan, ba'zi vaqtlar dangasalik qilgim kelgandir. Biz a'lo baho o'qishga majbur edik. Shunaqa yuqori kutuvlarga, talablarga javob berishga majbur edik. Shunaqa, aslida ham to'g'ri, shu odob axloq jihatdan shunaqa bo'lishi kerak. Judalar boshqalardan ba'zi bir ne'matlardan cheklanib qolmaslik kerak demoqchimanda. Vaqtidan oldin katta bo'lib qolish talab qilinmaganmi? Albatta, albatta. Yoshligimda, kichkinaligimda eslayman, bog'chadan shu gapni eshitganman. Oddiy rasm chizsak ham bu endi katta bo'lish masalasi emas, qobiliyat kutuvlari. Voy, o'qituvchini bolasi shunaqa chizadimi? Shunaqa, vaqtidan oldin katta bo'lish bor. O'shada tengdoshlardan ko'ra baribir kattalardek tutasizda o'zingiz. O'sha perfeksionizm shundan qolgan bizga, Xudoga shukr. Kompleks bergandir. Beradi, albatta. Komplekslarni qanchagacha ko'tarib yurdingiz? Hali ham ko'tarib yuribsizmi? Oila qurib, boshqa muhitga borganimdan keyin, u muhitda boshqacharoq bo'lgandan keyin tashlab yubordim hammasini. Yangi hayot, yangi muhit, boshqa viloyatga turmushga chiqqanman-ku. Boshqatdan yashashni boshladim shunda. To'g'ri. Bunisi ko'proq yoqdi o'zimga. Erkinlikni baribir bu yerda уже bu yerda o'qituvchini kelin emasmisiz? Yo'q. Ha, yaxshi. Demak, baribir qancha erkinlik ota-ona ta'minlagan taqdirda ham, masalan, o'sha bolaga haq berish, katta odamdek muomala qilish bo'lgan taqdirda ham jamiyat beradigan travmalar ham ko'rinyapti. Qarang, nuqul odamlarda bizda shunaqa tushuncha borki, asosan travmani ota-ona beradi, mumkin emaslarni, shaxs sifatida hurmat qilmasliklarni zo'ravonlik deyiladi, lekin ming ota-ona papalasa ham, to'g'ri tarbiya bersa ham shunday chiqsa jamiyat ham poqqa travma berib qo'yadi. Qarang, o'qituvchini bolasi va o'qituvchini bolasi ham shunaqa, o'qituvchini bolasi shunaqa xunuk yozadimi kabi gaplar gapirib ezib qo'yishadi. Kompleksga akkurat undan qilib bog'chadan olib kirishgan ekan. Qo'yasizlar bog'chadan. Bizni manipulyatsiya qilish oson. Ana a'lochi sindromi bor-ku, shunaqa. Ozgina ayblov qo'yilsa, o'sha ayblovni unaqa emasligini tasdiqlash uchun ham ular aytgandek qulay bo'lib beramiz. Shunaqa. Avtomatik ishlab Bu anaqa deydi, o'sha sxemalarda avtomatik ishlab ketib qolaveradi. O'shani endi chiqaman siz, men sizdan kutmovdim. Shunaqa. Knopka bosib turishadi-yu, hozir ham ishlatisha oladimi bunaqa knopkalarni sizga? Albatta. Afsuski. Qanchadir qismichi sal bo'lsa ham ta'sirdan chiqa oldingizmi? Ha. Endi oxirgi yil. Men ham hozir aytayotgan xuddi shunaqa narsalarda katta bo'lganman-da, baribir ishlaydi, shunaqa keladi bir anaqalarda, nohaqliklar bir narsalarda shunday keladi tayyor hisda. Yo'q, mumkin emas, qo'y deb bosiladi-da, o'sha to'g'ri bo'lmaydi, odobdan bo'lmaydi, chiroyli bo'lmaydi, noto'g'ri bo'ladi deyiladi-da. Lekin borgan sari tushunar ekan, tushunib ham borar ekansiz, qaysidir ma'noda o'shalar endi bizga foydali bo'ladi. Yoshimiz kattaroq bo'lgan. Yaxshi ham shunaqa tartibliroq. Yaxshi ham shunaqa gapirib tashlamagan ekanman, Xudoga shukr deb qo'yasizda bir xil. Lekin aytadi-yu, oltin davrim o'tib ketdi-da, orqada gapiradigan his qilgan. Endi u funksiyalar, zavq olish funksiyalari ishlamaydi, u ishni qilaman deganingizda ham emotsiya chiqarsangiz ham. Ayollarga qanaqa qadr berilgan, qanaqa haq berilgan? Oilada o'sgansiz. Sizlarning uyingizda ayol kishi qanaqa? Nima ishlar qiladi, nimalarga haqqi bor? Keling, bir narsani ochiqlayman. Ayol deganda onami, Onangiz, qizlar, umuman ammalar ayollarga nisbatan fikrni televizorda kino ko'rib turganda ham bildirishadi-yu, o'zi, avvalda deyishadi-yu. qarang, bundoq. Biz 4 ta qiz bo'lganmiz. O'g'il yo'q. O'g'il yo'q bo'lgan odamni qanaqa yondashishini bilsangiz kerak. Kelin olmagan odam faqat qizni himoya qilish pozitsiyasida tarbiya beradi farzandlariga va u qanday turmush o'rtoq bo'lgani boshqa mavzu bo'lib qoladi kerak bo'lsa. Shunaqa bo'lgan bizda va ammalarim va biz erkinlikda shunaqa, men qanday tarbiya olgan bo'lsam, shunaqa tarbiya olganmiz. Ammalarimda ham shunaqa zamonaviy, o'qimishli, hamma imkoniyat berilgan, eshitilgan sharoitda yashaganmiz. Lekin biz uyimizda shunaqa muhitki, ayam, onam boshqa mentalitetdan kelgan, o'zbekona stereotiplar, qadriyatlar, kultura shu bilan kelgan. Dadam sal yevropeyskiy desam uncha mos bo'lmas,
serskiy shunaqaroq. Keyin ikkalasi kelishib olinmagan. Tasavvur qilyapsiz nima bo'ladi? Endi men hayotda ham, keyingi turmush hayotimda ham birinchi tusim onamni namoyon qilaman. Itoatkor, mehribon, meni yaxshi ko'rib qolishsin, nima bo'lsa ham, borim beraman, oyog'ini tagida yotib olaman, sholcha bo'lib. Keyin nimadir qilishadi, albatta qadrsiz qilinadi, chegarangizni bilmasangiz, ko'rsatmasangiz. Nimadir qilinishadi, arslonga aylanib ketaman, dadamni tarbiyasi yuzaga chiqadi. Chunki balansda kelishib berilmaganda, ayam ertaga unaqa qilsang ketingga tepadi, unaqa qilsang ketingga tepadi deb dadam ishtaligida shunaqa degan. Dadam bilan gaplashgan vaqtlarimiz shunaqa, o'zingni hurmat qilishing kerak, o'zingni qadrlashing kerak. Erkak kishi mana payt chegaradan chiqqan bo'ladi, shunaqa, seni huquqing manaqa deb shularni ham aytganmilar. Erkak qayerda chegaradan chiqqanlargacha aytganmilar. Albatta. Men endi ishim tarbiyada otalar mana Mamitgacha bo'lsa ruxsat berasan, undan oyog'iga chegaradan chiqqanlar. Menga telefon qil degan joyini eshitmaganman-da, to'g'ri. Menga telefon qil degan. Yo'q, demoqchiman, shuni o'xshatish ma'nosida aytmoqchiman. Bizni shunday tarbiya qilishganki, mustaqil hayotga allaqachon qarorlar o'zimiz qabul qilganmiz, ham o'zimiz tanlagan odamga turmushga chiqqanmiz, faqat dada bilan gaplashtirilgan. Dada bilan gaplashtirilgan va hatto buni aytishdan uyalmayman. Unashtirilishdan oldin ham shu biz endi bilib, tanib, nima qilganmiz, qaror berganmiz, ota-onamizni xabardor qilganmiz. Shunaqa odam bor, kasbi manaqa, xarakteri manaqa, menga shunaqa ko'rinyapti, shunaqa gaplar gapiryapti deb biz dadam bilan bemalol muhokama qilardik u narsani. Qaror bergunimizcha ham shu narsa, hamma narsa ochiq bo'lgan. Keyin o'zi gaplashib ko'rib qaror bergan. Shunaqa, undan oldin ham yoshligimizdan eslayman. Oilaviy masalalar bemalol gaplashardik ekan. Kichkinamiz, katta uydan qaytyapmiz. Dadam, umuman hammamiz xotin ketma-ket ketyapti. Orasida 2 metr masofa bor. Yangi kelin-kuyov. Dadam aytayapti, qara bular balansda ishlayapti-da. Bularning odati bo'yicha ayol kishi 2 metr orqada yurish kerak-ku, birga yursa teng bo'lib qoladi-ku deb. Bunaqa narsalar bilan уже singdirganda, bu bitta misol tushunib olishingiz uchun, kulyapti, уже menga signal kelyapti. Voy, bu kulgili ekan, bu noto'g'ri ekan, bu aqlsiz qaror ekan. Erkak kishi ayol kishini yoniga olib nima qilish kerak ekan, teng qabul qilish kerak ekan, huquqlarini qadrlash kerak ekan o'zi qatori degan messenj ketyaptimi miyamga. Shunaqa bo'lib nima bo'lganmizda. Umuman nafaqat oilaviy hayotda ham shunaqaman. Birinchi ko'rgan odamga borimcha ochilib ketaman, oyog'im tagiga sholcha bo'lib yotib olaman, lekin ozgina uni suiiste'mol qildimi, juda keskin munosabat qilaman. Ko'rinishimdan bilmayman, kameraga yumshoq ko'rinaman. Judalar emotsional odamman. Endi haqorat qilmasam ham yaxshigina joyiga o'tkazib qo'yaman. Vashsha zo'r bilinadi. Bu narsa, bunaqa yashash qiyin emasmi? Endi meni tanam shuni taqozo qilyapti. Buni chiqaryapman, bu mazza. Hali mazza qilyapsiz-a bu fe'lingizdan. Endi shu emotsiyaga berilgan vaqtim, xafa bo'lganimda, jahlim chiqqanimda u narsani yashab o'tgunimcha albatta qiyin, lekin har qirri bosib o'tganingizda yengillik his qilasiz. O'zingizni boringizcha berib, o'sha boya aytganingizdek bor budingizni o'sha odamlarga bag'ishlab yuborganingizda mazzami? Unda ham mazza, xafa bo'lganingizni aytganingizda ham mazza. Demak, o'zini fido qilib, jertva pozitsiyasi deydi-yu, o'sha qurbon rolida charchab yashayotgan ayollarga hozir sizni pozitsiyangizni farqini ko'rsatib berishimiz kerak edi. U yerda demak farq, o'zini bag'ishlashdan odam mazza qilish kerak, chegarasini buzganda tit signal berish kerak, keyin unga ruxsat berish kerak emas va norozi bo'lganda reaksiyasini hissiyotlarda chiqarishi mumkin. Hozir 33 yoshimda shunaqa qarorga kelganman. Ya'ni kimgadir men shu jertva bo'ldimmi, bu meni tanlovim edi. Qaysidir u bilan ochiq kelishmagan holatda o'zimcha shartnoma tuzib oldim. Shunaqa qilsam bu meni yana ham yaxshi ko'radi. Shunaqa qilsam yana ham hurmat qiladi, menga qarsak chaladi, besh qo'yadi
lekin unga ochiq aytmadim, u va'da qilmadi va men jertva bo'lib qoldim. Yaxshigina yashab o'taman emotsiyalarini. To'xta, sen o'zingga aytding-ku bu narsani, o'zing O'zing xohlading. o'zing xohlading. Sen menga shunaqa qilding deb aytaman. Okey, bu yog'iga nima qilamiz? Manaqa qilamiz deb o'rnimdan turib, tiklanib, yanada o'sib ketaman. Yanada o'sib. Buni albatta aytib o'tishim kerak. Mana bu qurbon pozitsiyasi deyilmaydi. Bu mayli tahlil bersam, o'zi oldin so'ray. Shaqla gapirib keting. Bu qurbon pozitsiyasi deyilmaydi. Farqi bor. Buni Arafat, bu depressiv shaxs tipini yashash. Depressiv shaxs tipi depressiya degani emas. Depressiv shaxs tipi shunchaki munosabatlarda boshqada doim o'zida borini beradigan, o'zini tikadigan, empat, boshqalarni eshitish yoki ularni yonida turish orqali namoyon qiladi xarakterini. Mana bunaqa xarakteri ko'pincha shundoqligicha olib sarflashadida, o'zi uchun nimadir qilib berishni bilmaydi, keyin yo'q deyishni bilmaydi depressivlar va anaqa o'z rejalaridan kechadigan odatlari bo'ladi ularni. Bu xarakteri ikki xil ishlatiladi. Agar bu xarakterni shunchaki ishlov bermasdan shunda olib, shunda faqat ishlatursangiz, odamlar sizdan foydalansiz rostdan qurbon bo'lasiz. Chunki qurbonni sharti bor. Inson o'z ehtiyojlarini, o'z hissiyotlarini, o'z chegaralarini unutib, boshqalarning hissiyotlari, ehtiyojlari, chegaralari uchun yashashni boshlasa qurbon deyiladi. Endi depressiv shaxs tipidagilarda boshqalarga joniqish, empatlik, boshqalarni his qilish degan hissiyot balandligi uchun ular shunaqa hissiyotni qiladi, bajaradi va buzilgan nuqtada agar shunda to'xtasa va orqaga qaytib olsa, siz aytgandek, bo'ldi, chegarasini ko'rsatib qo'ysa va yoki o'ziga ham qilib yashasa, o'zini ham ehtiyojlari, o'zini hissiyotlarini, o'zini chegaralarini qurib yashasada va boshqalarga ham joniqib berib yashasa, o'zini xarakterini to'g'ri sublimatsiya qilgan hisoblanadi. Kasbiga, dunyoga, atrofga. Bu yerda xarakterni o'zgartirish emas, maza qilib ishlatish kerak. U sizni tipa, siz taklif berasiz. Endi qurbonro'ldagilar ular har safar shunaqa xatoni qiladi, toptalsa ko'taradi, ichida xafa bo'ladi, boshqa bo'ladi, ketadi, yana xuddi shunaqa munosabat quraveradi. Yana o'tdan ham toptaladi, ketadi mana shunaqa. Faqat nolib, orqadan norozi bo'lib, o'zlariga gapirmay, orqadan gapirib yurishadi. Mana sizda shu yerda zo'r belgi borda, siz o'zingiz gapirasiz. Mana siz noroziliklaringiz o'zingiz og'zingizdan chiqishi zo'r. Qurbonlarda o'zi gapira olmaydi, jur'atsizlik bor, shuning uchun sizga gapira olmaydi, orqadan g'iybat qilishga majbur u. Boshqa usuli yo'q. Shu tizmazda ekan. O'shani sizga jarayon yoqadi-da, qarang. O'sha joningizni berish, men ham shunaqa mazza qilardim. Shunaqa yoqadi, shunaqa qilish tipimiz ham o'xshash ekanmiz. Sezardim o'zi. Shunaqa shu marketing, hisob-kitob bir narsalar qo'shilsa, o'zingizda bor xarakteringizni ishlatgani ham ikkilanib qolasizda. Sizni mashinangizni noto'g'ri tushunishadi, mashina qilsangiz bunaqa tushunishadi deysa, hayron bo'lib qolaman. O'zim bilan o'zim anaqa qilib qolaman-da, kelisha olmay qolaman. Shunaqa etaymi, etmayman. Asha zo'r. Hozir siz xohlayotgan mana o'quvchilaringizga ta'limda yoki atrofda ayollarga etkisiz kelayotgan ayollik haqlari qanaqa? Siz nimani mazza qilib shuni tushuntirgingiz, bildirgingiz kelyapti Arafat? Siz o'sha boya aytganingizdek feminist deb atashlarga sabab bo'layotgan g'oyangizni tushuntirib berasiz? Xo'p, ko'pchilik meni rostdan feminist deb o'ylar ekan. Bilmayman, ko'pincha huquqlar haqida gapirganim uchun ayollar huquqlari haqida kamroq gapirishga harakat qilaman. Hayotda ko'p so'rashgan mendan, feministmisiz, shunaqa deb. Men o'zimni feminist deb hisoblamayman. Yaqinda o'zimga savol berib ko'rdim. Qiziqmagan ekanman o'zi feminizm nima? Ya'ni feminizmni men ayollarning huquqlarini himoya qiladi, qachonki ular jabr chekayotganda degan deb tushunardim. Men muammo emas-ku u masala u qadar. Shuning uchun o'rganib ko'rmaganman. Keyin qarasam jamiyatda ikki yoqqa bo'linish ketyapti va menga ham ko'p savol berisham nima qizig'i bor. Qayerga oid bo'lishimni bilgisi keladiganlar bo'lyapti-da. Shunaqa. Feminizmda tushunishim bo'yicha ayol bilan erkakni tengligi bo'lishi kerak va vazifa jihatdan ham deb tushundim. Ozgina o'rganib ko'rsam shunaqa ekan.
boshqa nima bor, islomda unday emas. Ayol bilan erkak ikkalasi ham bir-birini hurmat qilish kerak va vazifalari har xil ularni. Va men o'zim pozitsiyamni ko'pchilik bilish xohlaydi, aytish xohlagan bo'lardim. Men o'zim feminist deb hisoblamayman, qachonki erkak bilan ayolning vazifalari bir xil deb hisoblansa. Ikkalasi ham bir-birini hurmat qilsin, huquqlari teng bo'lsin, lekin boshqa yo'nalishdagi, boshqa potensialdagi odamlar. Ayol kishi hech qachon erkak bo'la olmaydi. To'g'ri, erkak vazifasini bajarishi mumkin, ma'lum lekin bu tabiat qonuniga zid. Ayol kishini ichidan yeb qo'yishi mumkin bu narsalarda. Ayol kishining yelkasini sindirib qo'yadi u narsa. Ba'zi bir jihatlarda erkak kishidan kuchli bo'lishi mumkin, lekin u boshqa masala. Umuman meni nazarimda islomiy qadriyatlarga mos meni o'lchovlarim, o'ylovlarim shunaqa deb o'ylayman. Chunki feminizm, men o'ylayman, ayollarning huquqlarini himoya qilish orqasidan kelib chiqqan. Hozirgi qizlarimiz nimaga feminizmni ko'proq qo'llab-quvvatlaydi? Ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi islomiy blogerlar deydimi, noto'g'ri tashviqot qilib qo'ygan erkaklarni huquqlarini ko'proq, ayollarni burchlarini ko'proq targ'ib talqin qilishgani uchun go'yoki din ayollar tomon emas, ayollarga og'ir u qonun qoidalar bilan yashash. Shunaqa targ'ib qilishaverar ekan, feminizm jozibador bo'laveradi qizlarimiz uchun. Rostdan Arofat, sizningcha ayollarga qaysi taraflarda, qaysi paytlarda qiyin? Ayollarga bizni jamiyatimizda Sizni mahallangizda bo'lsa teng bo'layapti. Endi hamma baribir shaxsiy nimasidan kelib chiqib gapiradi, meni tilimdan sug'urib olyapsizlar. Bundoq, men oilaviy masalada gapirishdan qochaman, komandamga ham aytaman, media komandamga ham. Unaqa keys bo'pti, fikringizni bildiring desa, yo'q, men ag'dar-to'ntar qilib tashlayman, ancha narsa jamiyatimizda ikkita qatlamni urushtirib qo'yaman deyman. Lekin aytishim mumkin, shu ayollarni erkaklashib ketayotgani, erkaklarni vazifalarini ko'proq yelkasiga olib olayotgani va erkaklarga teng bo'lishga harakat qilayotgani, ulardan o'tishga harakat qilayotgani to'g'ri. Qaysidir jabrlangan ayollar, anchagina toptalgan ayollar o'sish orqali u bilan faxrlanishga albatta haqlari bor. O'sha emotsiya bilan kompensatsiya qilishga albatta haqlari bor, lekin boshqacha xulosa chiqarish kerak emas undanda. Ayol kishi ustun ekan yoki shu hayot yaxshi ekan, shu muammo. Unga qarab erkaklar mas'uliyatlarini unutyapti, obro'lari tushyapti. Ko'pchilikda shunaqa fikr bor, ya'ni erkaklar ayollashib ketyapti degan narsa. Bunda qisman jon bor, bu nima mutaxassislar fikri. Lekin jamiyatimizda go'yoki ikkita tomonga ajrab urush ketyapti. Erkaklar obro'sizlantirish va ayollarni kamsitish, o'rin talashish. Bu yomon narsa va ayollarning ko'pchiligi bilmay qolyapti, chegaradan chiqib ketgan erkaklar mas'uliyatini olib qo'yib, ular joyini talashib, oxir oqibat balki afsuslanayotgandir ham, uni ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatmaydi, boshqacha targ'ibot bo'lib ketdi. Yaqinda Instagram anaqasi o'zgarsa, nima derdi, ichkaridagi algoritmi o'zgarsa, Instagram faqat o'sha narsalarni chiqarsangiz, rikka chiqarish boshlasa, o'shanda ochishadi. Mana men qiynalib ketdim, azob chekib ketdim. Erim yuklarini olibdi. Algoritm har safar o'zgarib, bir yig'lab chiqqanlarni ko'taryapti, bir maqtanib chiqqanlarni ko'taryapti. Algoritm anaqasi o'zgarib yotibdi, o'sha ma'noda aytaman. Ayollarga nisbatan empatiyani yo'qligi, qadrsizlantirish bor, hali ham yaxshigina bor. Va erkaklar o'zini o'rnini talashayotganda, ayniqsa bundan foydalanishlari, bolalarga nisbatan empatiyani yo'qligi juda ham og'riqli nuqtam meni. Menda ham uyg'onadi agressiya. Faqat u vaqt yolg'iz yashab olishga harakat qilaman, hech narsa gapirmaslikka harakat qilaman. Bitta chiqib, bitta anaqa yozib yorsangiz, reels yozib yorsangiz, million prosmotr va emotsiyani xalq bilan qo'shilib yashaysiz. Shunaqa komandamga shunaqa deyman, yo'q, foydasi kerak emas, gunoh bo'ladi. Shunaqa.
o'zingiz hayotingizda mana 4ta qizsizlar-ku, 4ta qizsiz va atrofingizda bor baribir qarindosh ayollar. Shular misolida siz ko'rib borayotgan bo'lsangiz, ayta olasizmi? Sizni o'zingiz atrofingizda sizga berilgandagi tarbiya bilan baxtli ayol bo'lish mumkin ekanmi? Faqat ayol tarafdan harakat qilinsa, masalan, ayol shunaqa haqqini bilishi, haddini bilishi, odobini bilishi bilan tarbiyalandinglar. Shu narsani o'zi yetyaptimi? Shu sizni oila ayollaringiz baxtli, hamma narsani his qilib yashashiga. Baxtli bo'lish uchun faqat u omil kerak emasda, narigi taraf. Chunki shunaqa so'raladi-ku bizada ayollar hammasini bilib, tushunib, tayyor bo'lib kelsa bo'ldi. Men tayyor bo'lmaganman. Men umuman tayyor bo'lmaganman. Men havas qiladigan ayollar bor. Bormi? Ha, ayollar bor. Men ulardaqa emasman. Ulardaqa bo'lishim ham juda qiyin. Ular oilaviy qadriyatlar shundayki, o'zbekona har qanday vaziyatdan chiroyli chiqa oladi. Anaqa siz isterikasiz chiqa oladi. Men isterika qilishimga to'g'ri kelgan ko'p vaziyatda. Shunaqa vaziyatda onalari shunaqa tarbiya beradi-yu, qaynonasi zulm qilaman deb qanaqadir toksik munosabat qilsa ham cho'tka qilib chegarasini ko'rsatib qo'yadi-ku. Havasdaman. Men bu darajada bo'lish uchun o'qidim qancha. O'qimagan kitobim, kirmagan saytim qolmadi meni bunaqa bo'lishim uchun. Ular shunchaki shunday oilada katta bo'lgan, tug'ma shunaqa bo'ladi. Meni onam Xudoga shukr menga shunaqa onani berganiga, lekin meni onam unday ayollik go'zal makrlarini bilmagan. Men o'qib o'rgandim bu narsalarni. Menda faqat ayamda faqat unaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak, unaqa qilsang ketimga tepadi, bunaqa qilsang ketingga tepadi. Shunaqa ayol bo'lgan va men baribir o'zimni nimam bor-ku, yashagan, yaratilgan nimam bor-ku, jismoniy imkoniyatim. Unaqa bo'lmaganmanda ayam bunaqa qilsang ketingga tepadi, bunaqa qilsang desa, men ketimga tepmasligi uchun nima qilish deb o'ylamadim. Ketimga tepsa nima qilaman deb o'yladim faqat. Uni choralarini ko'rdim. A bilan B bilan o'qishim kerak. Chegaram mana u yerda. Ko'rishga ketayotganday tayyorlanishi. Ani boshqa oilani qizlariga o'xshab, mana qilsam meni ketimga tepishmaydi bo'lmadim men. U narsalarni umuman o'zgartirishni xohlamadim-da. Ketimga tepishsa nima qilaman? Xo'sh, birinchi variant, A variant, B variant. Shunaqa bo'ldim. Ozgina qo'rquvlar bilan kirdim turmushga ham. Shunaqa taraflari bor. Lekin shunaqa qizlar bo'ladi, hamma narsani chiroyli bildirmasdan yashab o'tishadi-ku. Onalari shunaqa tarbiya bergan bo'ladi. Gap bilan alomat kelin. Ular shunaqa bo'lishadi. Havasdaman ularga. Ular boshidan shunaqa chiroyli yashashadi. Men turtindim, surtindim, o'yladim, mulohaza qildim, yig'ladim, siqtadim, dedim, voh dedim, yechimi nima dedim. Oxiri keyin qayta repetitsiyalar qilib gaplashishlari, ehtiyojlarimni, meni huquqlarim, chegaralarim buzilayotgan qayta muzokaralar qildim, matn tuzdim, kerak bo'lsa yozdim. Shunaqa qilib men ko'nikmamni oshirdim, ancha-muncha kelishuvlarga erishdim. Shunaqa bu narsa menda o'z-o'zidan bo'lmagan va lekin o'zimga haykal qo'ygim keladi. O'zim bilan faxrlanaman. Chunki menda yo'q bo'lib turib o'soldim. To'ppa-to'g'ri, shuni aytmoqchi edim. U ham qobiliyat-ku, ayollikka o'zi bilangina ziynatlanib, boshqa yuklamalarni olmasdan, ko'cha, ish, javobgarlik kerak bo'lsa, magazindan bozorlik qilib chiqishni ham olmasdan, faqat ayollikka o'zi qobiliyatini shakllantirib, o'sha bilan yashab o'tish ham mumkin-da rostdan. Lekin yo'g'ini shakllantirish, yo'g'ini yaratish uchun boshqatdan mehnat qilasiz. Rostdan ham boshqatdan mehnat qilasiz. Men Marg'ilonga turmushga chiqqanman. Haqiqatda o'shunaqa kumush bebelarda o'tdi ayollar. Men qaynonam ham shunaqa insonlar. Ayollik nazokati ham bor, o'sha aytganingizdek, ayollik donishmandligi degan bo'lardi. Bularda shunaqa. Donishmandligi ham hamma narsasi bor. Ayollarni ko'p ko'rganim uchun qarab o'tardim. Menda yo'q, nimaga yo'q, shuni qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, urodan ham bunday qilib gapiradigan bo'lmasdan deb o'ylardim. Lekin bir ma'lumot eshitganimdan keyin fikrlarim o'zgargan. Bo'lishmoqchiman. Fikringiz bo'lsa ayting. U ma'lumot aytilyapti.
video chiqdi, YouTube'da ko'rib qoldim. O'sha yerda bir dars o'tilyapti-da, o'sha tarjimalilar, sen chet el deyapti. Bizga deyapti, islom ayollarni bir xil bo'lmasligini namunada ko'rsatib ketdi, o'sha sunnatga muvofiq ko'rsatib berib ketdi. O'zi sunnatda hamma narsa bizga ko'rsatib ketilgan bo'lsa, ayollar ham bir xil emasligi ko'rsatilib ketdi. Bular uchun mana birinchi isbot deyapti. Birinchisi Hadicha onamizda deyapti. Hadicha onamiz qanaqa edilar? Boshqaruv, moliya, munosabatlar, ishchi ishlatish, boshqa kabi narsalarni xuddi birovni bo'lganlar, zakiya bo'lganlar bu masalalarda shuning uchun tijoratni, bu narsalarni qurdilar va juda ko'pchiligiga moliyaviy ta'minot shunaqa narsalar qildilar. Moliyani ham boshqardilar, nafaqat xodimlarni, insonlarni. Ikkinchi tur bu Fotima onamiz, ular uy ichida bekalik, farzandlar tarbiyasi, erga itoat va otaga muhabbat, mana shunaqa bir ayollik va uy bilan bog'liq sifatlar bilan sifatlandilar va mana shu narsalarni ko'rsatib yashadilar. Uchinchi sifat deyapti Oysha onamiz. U kishiga Alloh farzand bermadi. Va lekin ularga mana ko'cha ishlari bu narsa ham berilmadi, lekin ularga ilm berildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonlarida turish, u hamma ilmni birga bir olish va ilm tarqatish berildi. O'shaning uchun ular qat'iy, o'z maqsadida turadigan, uncha-munchaga chalg'imaydigan, shiddatlari boshqalari ilm yo'lida ketgan ayollarga mana shu savollarga javob beradigan islomdagi bir inson ayol bo'lib qoldilar. Va islom bizga shuni ko'rsatadiki, demak ayollar mana shunaqa turlarda, sen Hadichadan Fotimani, Fotimadan Oyishani bo'lishini kutma va uni kutsang ularni sindirasan. Sen ularda bor bu sifat bilan ularni yashashlariga yordamlash va yumshat deyapti-da. Voy, bilasizmi, ichim boshqacha bo'lib ketdi-da, chunki rosa kuladilar, siz anaqa o'zingizdan Fotima kutaverib, Fotimatun bo'lib ketgan ekansiz. Mana shunaqa bo'lib chiqdi-da. Balki rostdan ham mana shu jihatlarga ham ahamiyat berish kerakdir. Rostdan ham ayollardagi turkum fe'l-atvordagi yo'nalish uni bundan talab qildilar. Uni qo'lingizdan kelgancha eplis harakat qilasizda endi. Men bu og'riqda siz aytayotgan narsani ko'tarib yurdim 6 yil. Keyin Termizga borganingizda meni ham taklif qilishdi konsultatsiyaga, seminarga borganingizda shuni aytib beruvdingiz ayollarga. Shunaqa yengil bo'ldi. O'shanda aytuvdimmi buni? 6 yillik o'zimni savolimni javobini topgandek bo'ldim. Kechirdim o'zimni. Oxir-oqibat bildim, meniki shu ilm kishisi. Lekin baribir foydasi tegdi. Uchala rol ham o'ynab ko'rganim. Qaysidir pozitsiyada rostdan haqiqiy ayolman, qaysidir pozitsiyada tadbirkorman, lekin ilm kishisiman ko'proq. Lekin aniq bir narsani o'zim bilan o'zim kelishib oldim. Oqilayu fozila uy bekasi chiqmaydi menda. Shunaqa. Xotinlaringiz bor-a? Yo'q. Menda qiz bolaga o'rgatadigan hech narsa yo'q, shuncha qiz bermagan deb qo'yaman. Uchta o'g'lim. Uchta o'g'lingiz bor, ancha massa. Shunaqa. Qanday yaxshi. Qiz bolaga o'rgatadigan emas. Masalan, menda ham qiz bolaga o'rgatadigan bir narsalar bor deb o'ylayman, chunki shu bosib o'tgan 4 tagina qizim bor, qarang. Ana zo'r. Yo, shunaqa deb hazillashaman, albatta o'rganardim. Aslida bizga model berishmagan emas, berishgan. Bizni talabimiz yuqoriroq farzandlar, chunki men shunaqa o'ylayman. Oxiri shunaqa deb o'ylayman. Otam ham kuchli inson, dilbar, qobiliyatlarda ham, chunki intellektlarida ham aytib beradilar-da. 4 ta tom Lenin kitobini yodlab qo'ygan ekanmiz. Siz deydi, o'shani o'rniga zaril kitoblar yodlaningiz. Onamni ham aytadilar, men 3 gacha dars qilmasam, institutda o'qiyaman deb hisoblamagan. Sanlarni tushunmayman, 8 da qanaqa qilaverasam devrardilar-da. Bunaqa ikkita odamni bolasi bo'lgandan keyin men bitta onamni darajasi, onam bergan modelni yo bitta otam bergan modelni o'zi bo'lmasligimiz aniqda. Biz albatta qanaqadir ko'proq narsaga talabli odam bo'lib katta bo'lganmiz deb o'ylayman. O'shaning uchun onamni modellarini ham yo'q, bunaqa emas, bundan boshqacha bo'lishi kerak-da, nimalardir. Adam modellarini ham juda uzoq yillar dadamdek bo'lishi kerak. Dadamdek keyin yana qo'shimcha qo'shish kerak bo'lganda, aslida o'ylayman ota-onamiz bizga yomon model bermagan. O'sha zamonni eng ideal modellarini berishgan ekan. Chunki halol, to'g'ri,
qanaqadir bir narsalarga chatishib ketmagan, sotqinlik, nimadirlar qilishmagan, millatga nisbatan anaqalari, stерженlari saqlanib qolgan insonlar deb hisoblayman-da. Ota-onalarimizni har doim shu xalqqa o'ylaydigan, boshqani o'ylaydigan, birovni haqqidan qo'rqadigan suhbatlar bo'ladigan oilalarda katta bo'ldik-ku. Ular o'z zamonining eng yaxshi modellarini berishdi. Biz baribir bitta keyingi pokoleniyamiz, bizga yana ham kuchliroq model kerak bo'ldi va biz uni atrofda topolmadik, uni yaratishga to'g'ri keldi. Deb menimcha, kimlardir o'tini olib, kimlardir butini olib, yashab ko'rib, o'qib qilib ko'rib, mana hozir shuncha mashaqqatdan keyin sizda bir ayol modeli paydo bo'ldimi? Agar siz qiz farzandli bo'lsangiz, unga bera oladigan va shunaqa bo'lishidan roziman, mendan ko'chiraversin deydigan. Bir gap aytaymi? Bu jamiyat meni qizli bo'lishimga tayyor emas. Samat senkani qarang, voy mashalloh, qoyillik. Chunki men qilgan xatolarni qilmaydigan qiz tarbiyalardim va bu jamiyat tayyor emas unga. Shunaqa jamiyatda shunaqa qadriyatlar bor. Har bir oila o'zi alohida hujayra-ku, qadriyatlar bor va o'zini qadriyatidagi odam bilan turmush qursa, hammasi okey. Muammo bo'lmaydi. Agar qadriyat ikki xil bo'lsa, bir-biriga ozor beradi albatta. Ikkalasi ham jabrlanuvchi u yerda. Va menda qanaqa? Menda hammasi kitobda yozilgandek bo'lishi kerak. To'g'rimi? To'g'ri, haqmi? Haq, shunday bo'lishi kerak. Hech kimni qolipiga tushmaydi-da. O'shaning uchun hech kimga ozor bermaslik kerak. Haqiqiy hayot boshqacha. Kimdir manfaatini qurbon qiladi, kimdir haqqi kimgadir o'tib ketadi. Shunaqa, o'zi hayotda ham shunaqa-ku. Bilmadim. Bu jamiyat bilan to'qnashishni ham xohlamagan bo'lardim. Chunki hozir jamiyatimizda bilasiz-ku, yo men ko'p kuzatyapman. Kuzatgan narsani borlig'ida o'ylaydi-ku odam. Ayollarga bo'lgan munosabatni juda yomon qabul qilaman. Past nazar bilan qarash, hali kelishib olinmagan aniq bir modelimiz, qadriyatimiz yo'q-da. Mana shu sessiyada ta'siri ham deb o'ylayman. O'zimiz chiroyli qadriyatlarimiz, madaniyatimiz bo'lgan. Yaxshimi yomon bir xil bo'lsa edi, zo'r bo'lardi va chunki o'zi rozi bo'lardi hamma. Shu narsalar endi feminizm kirib kelyapti, juda turli tuman qadriyatlar va toksik munosabatlar ijtimoiy tarmoqda ko'raman. Go'yoki hammani nimasi xotinlar, psixologlar gapi bo'yicha ham, yuristlarning, umuman blogerlarning gapirishi bo'yicha ham faqat urushma maqsadi, oilalar faqat ayoliga keltirish uchun argument izlaydi, reyslar jangi. Ayol anaqa qilib, vaqtda men ham qilganman-da. Erim bitta domlaning gapini tashardi, meni majburiyatim bilan bog'liq, keyin men unga atvet qaytarardim boshqa domlaning. Yo'q, xuddi o'sha domlani boshqa gap. Keyin domla o'zlari kelishib olsinlar, deylar, bu gap ham juda murakkab munosabatda. Bilmayman, men adolat bu yaxshi narsa emas. Oilaviy masalada haqiqatni izlash bu yaxshi narsa emas. Shuning uchun bilmadim. Qiz farzandga tayyor emasman o'zim ham. Nima berishi bilmayman, nimasi to'g'ri ekanligini bilmayman men. Buni tan olish o'zi ham katta narsa. Agarda siz qizni tarbiyalash, bunaqa narsalarni topa olmadim. Chunki sabr qil degan jumla meni og'zimdan hech qachon chiqmaydi. Shunisi yomon. Chida degan so'z hech qachon meni og'zimdan chiqmaydi. Sizga deyishganmi? Sizga deyishmagan. Menga deyishmagan. Shuning uchun hamma muammoim shunda, menga chida deyishmagan. Sabr qilma, agar mana bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, buni ko'tarishing shart emas deb o'rgatishganda. Manaqa, men o'zimni shaxsiy xulosam ham, ayol sabr qilaman deyishi mumkin, o'zi rozi bo'lishi ham mumkin, lekin uni organizmi chidamasligi mumkin. O'zim chidayman deb va'da ham berishi mumkin o'ziga, lekin organizm chidamasligi mumkin. U bolasiga zarar beradi, yutilgan agressiya, negativ, kimnidir yakson qilish kerak, yo tashqaridan kimgadir chiqish kerak, yo ichkariga zarar berish kerak. O'sib chiqadi. Men aytaman, shu o'simta bo'lsa ham o'sib chiqadi shu narsa deyman-da. Insonmiz, shu jamiyatda yashayapmiz, yashab ko'rdik bu narsani. Shunaqa deyman, chidash kerak emas. Albatta chegaralari chizish kerak. Nariga odam kelisha olmasa-chi degan joyiga qizli bo'lish xohlamayman.
Shunaqa. Javob oson, hal bo'ldi. O'sha hal. Nariga odam kelisholmasa-chi, tushuntiraman deb sochi oqarib ketsa-chi, hamma oilada mehnat qilish kerak. Kommunikatsiya qilishni o'rganish kerak, ba'zi narsalarga shu kenglik berishni o'rganish kerak, lekin nariga odam unaqa qilishni xohlamasa-chi, shu tarafi bor-da. Psixologiyada ham haqiqat bor. Qanaqadir qabul qilishga qiyin. Nimaga qabul qilishga qiyin? Aytilishi oson, lekin siz u ma'lumotni tekshirishingiz uchun juda ko'p kuzatishingiz kerak odamlar hayotida yillar. Shu uchun ham men ham qanaqadir boshda qabul qilmaganman. Inson tug'ilganda aslida unda hammasi yaxshi, sog'lom bo'ladi, ruhiyati ham sog'lom, butun bo'ladi, lekin uni oilasi, ota-onasi unga qanaqadir normativlar o'rgataman deb yoki o'zim prosta yashab yuribman deb o'ylab, o'zidan noto'g'ri namuna kirg'izib yoki jamiyatda qulay bo'lishi, bunga rahmat deb, bunga salom ber, bunga xayr deb qo'y deb yurib, o'zi bilmagan holda shunaqa bir dasturlar qoliplar o'rnatadiki, natijada inson shaxsiyatidan shaxs buzilishi paydo bo'ladi. Shaxs emas, o'sha shaxs buzilishi. Va bu shaxs buzilishidagi inson kelajakda yana bitta o'zidek shaxsi buzilgan odamni borib tanlaydi. Masalan, narsistik shaxs buzilishidagi inson albatta narsistik shaxs buzilishidagi insonni borib tanlaydi. Yoki bo'lmasam, deylik, o'sha psixopatik shaxs tipidagi inson borib psixopatik shaxs bo'lishidagi inson tanlaydi deyilganda men yo'q deganman-da. Chunki birinchi namuna bu o'zingiz-ku, juftingiz bilan qarasangiz, bir yaxshiga bir yomon ko'proq to'g'ri kelayotganga o'xshaydi. Qanaqadir siz yaxshi yoki u odam o'ta yaxshi, siz unga mosmasdek tuyulib ketadi har safar endi, har xil. Shunaqa tuyulgani uchun men bu gap menga yoqmagan, hech ham noto'g'ri bo'lsa kerak dedim, lekin o'rtada bir 4 yilcha kuzatib, mijozlarda boshqalarda shuni bildimki, haqiqatdan ham biz farzandlarimizni shaxsiyatini qanchalik buzib qo'ysak, ular shunchalik o'sha shaxsiyati buzilgan insonlarni tanlash ehtimoli yuqori. Chunki psixika taniydigan modelga shuna qulf kalitday borib tushadi-da. Shuna qulfga faqat shunaqa bo'lar ekanki, mana bitta ochiq narsis, grandiozniy narsis bo'lgan erkakga yopiq passiv narsis keladi-da. Uni hokisorligi, hamma narsaga roziligi, hamma narsa qilib berishi orqali o'zini zo'r deb, mana shundoq erga chidadim-ku, yillarim o'tibdi. 20 yil alkash er bilan yashabman. 30 yil shu sharoitda o'tirman deyotgandachi, uni kasalini nomi, chidagan xo'rlik yillarini soni faxr bilan chiqadi-da. Bo'ldi, bu ham narsis ekan. Faqat bu yashirin, ochiq, sen hech kim emassan, men bu yerda falonman, sen nitkitosan degan aka ochiq narsis u, opa yopiq narsis bo'lib chiqadimi qarasangiz. Ya'ni aytmoqchiman, agar shu haqiqat to'g'ri bo'lib chiqsa, ya'ni o'sha inson o'zini buzilishidagi sxemaga mos buzilishdagi insonni tanlayveradigan bo'lsa, demak biz shaxsiyatini buzilmagan variantda tarbiyalashimiz aslida yetarli-da. Men so'raganman, xo'p, meni sog'lom bo'lsa-chi, ustoz? Sog'lom shaxsiyatdagi inson bo'lsa-chi? Uchramaydimi jamiyatda nosog'lom shaxsiyatdagi odamga yoki o'sha shaxsdagi muammosi bor odamga? Uchraydimi, mumkin, nima bo'ladi, yasholmaydi va tez qaror qiladi. Yillab cho'zmaydi. Tushunarli. O'shandan keyin tushunganmanki, demak biz jamiyatdan xafa bo'lishimiz yoki jamiyatning tuzalishini kutishimiz emas, har bittamiz o'zimiz sog'lom bunaqa ruhiyatdagi bolani tarbiyalovishimiz kerak ekanda. O'shanda bular shunaqa insonlarning oldida ko'proq bo'ladi. Qila oladimi shunday yillab cho'zmasdan bizni tug'ilganimizdan beri eshitgan gaplarimizchi, ajrim bo'lsa shu arshaq larzaga keladi, bolalaring uchun chida yasha, u narsalarchi, odam ikkilanadi. Shu joyda men ham ko'p ikkilanardim, chunki psixologiya aytadigan gap umuman boshqa. O'zi psixologiya hech qachon oilalarni ajrimga ruxsat berib ajrash demaydi, lekin haqiqatda tan olish kerak, Arofat, shaxsiyati tuzalmaydigan turkumlar bor. Biz uni inkor qila olmaymiz. Yoki shaxsiyatidagi buzilishlari faqat undan keyingi versiyalarga ko'chib turadi, xolos shaxsiyatlar bor.
va afsuski bu shaxsiyat, shaxs tipi, xarakter xususiyatlari juda vahli. Ona qornidan tug'ilgandan keyinoq davrlarda rivojlangani uchun ular o'zgarmaydi. Men oldin o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonni fe'li o'zgaribdi, tog' joydan ko'chibdi desa ishoninglar-yu, insonni fe'li o'zgaribdi desa ishonmanglar degan hadislarni tushunmasdim. Qanaqasiga odamlar o'zgaradi-yu, yillar o'tib, qanaqasiga ekindirni. Insonni fe'li rostdan o'zgarmaydi. Faqat u korreksiyalanib boradi. Korreksiya qanaqa? Men jahldorligim yo'qolib qolmaydi. Men shunchaki jahlimni kerak joylarda ishlatadigan, kerak joylarda yig'ishtirib qo'ya oladigan iroda kuchiga ega bo'laman. Bu bilan meni masalan deylik, jahlimning tezligi yo'qolmaydi. Bu meni fe'limni korreksiya bo'lgani. Yoshimga xos o'zi korreksiya bo'lishi mumkin. O'zim ustimda ishlasam korreksiya bo'lishi mumkin. Adabli ustozlarning oldida tursam, yoki go'zal chegarasini qo'yib qo'ygan odamlar oldida yashasam, xijolat bo'lib ham korreksiyalanishi mumkin. U o'rnatdi o'zini chegarasini. Men boshqacha model tanlay olmayman o'sha munosabatda. Unga muvofiq model tanlayman deb ham men o'zim tarbiya qilishim mumkin. Lekin mana bu fe'lim yo'qolib qolmaydi. Va aynan shuni korreksiya deymiz, yoki bo'lmasam kimlardir fe'li nima desa bo'ladi, sog'lom joy topadida, maqtaladigan joy topadi, o'sha fe'li uchun maqtaladigan joyga ishlatadida, shu bilan tinchlanadi. Masalan, siz ham adolat qidiruvchi fe'lingiz bor, siz uni mana sohada ishlatyapsiz, o'ta foydali bo'lyapti, o'ta maqtalyapti, u joyiga tushdi, choq-choqiga tushdi, bundoq. O'shancha endi bu yoqda sizga bezovta qilmaydi. Ha, shunaqa ya'ni hojat yo'q. Chunki insonga berilgan fe'lni ishlatadigan maydonni topib ishlatish uning vazifasi. Agar fe'lingizni topib ishlatmasdan любой joyda ishlab tursangiz, hayot buzilib ketar ekan baribir. Buziladi. Endi ya'ni aytmoqchimanki, agarda o'sha fe'li shunaqa bo'lsa, psixologiya aytadiki, masalan, ko'zingiz yetyaptimi yoki bo'lmasam mayli boshqa pozitsiyalarga o'tib ko'ring deyishi mumkin. Lekin psixologiya yo'q, bu fe'l o'zgarmas yoki bu meni og'ir fe'l, men unga chida yoki bo'lmasa yashama, ajrash demaydi. Psixologiya fe'lni tanitadi-da, o'sha fe'lga muvofiq kalitlar aytadi. Bunaqa fe'ldagi insonni maqtash eng maqbul yechim. Chunki maqtovga ochligi bor. Maqtab turish, bu odam ochligini berish va tinchlanishni beradi. Yashaysan mazza qilib. Lekin bu insonga ziddi gapirgan kuning hayoting barbod bo'lib ketadi. Chunki buni fe'li maqtov ustiga qurilgan. Sen uni teskarisini qilgan kuning hayoting vayron bo'lib ketadi. Befoyda qilma uni. Ya'ni shunaqa bir kalitlarni inson topib solishni bilsa fe'lga, aslida uncha odam bilan yashasa bo'ladi, Arofat. Lekin yo'q, u men uchun o'zgarish kerak deb jang qilgan odam o'zini ham yo'qotadi, uni ham yo'qotadi, uni tugatadi, ikkita odam yemiradi. Lekin kimnidir bunga resursi yetmaydi, kalit qidirgilik holi xatri yo'q. Unaqa hech qanaqa bir tarbiyasida yoki bir nima deydi, resursida hech qanaqa narsa yo'qmi? Marhamat, o'zini ham qiynamasligi kerak, aslida birovni ham qiynamasligi kerak. Chunki ikki kishigina qiynalmaydi-ku. O'rtada farzandlar qanaqa yillab qiynaladi. Mana shunaqa farzandlar bor, konsultatsiyalarda xo'ng-xo'ng yig'lashganda 40 yosh, 50 yoshda bo'lib turgan ishlar. Men onamdan xafaman o'sha paytda ketmaganlari uchun. O'sha kadrlarni kamroq ko'rishimiz kerakdi deb yig'laganlar bor yoki onam kechasi bilan tirikchilik deb xonim pishirib chiqavermaganlarida edi. O'sha otam menga kechasi bilan tegaganlar chiqmas edi deb yig'laganlar bor. Bu narsalarni eshitsangiz aytasizda, haqiqatdan ham nima bo'ladi? O'zini paytida to'g'ri qaror chiqarilishi kerak edi. Balki u faqat yashashga qaratilmagan bo'lsa ham. Lekin jamiyatda baribir o'zi hammamiz O'zbekistonda tug'ilib o'sdikmi, qaror qabul qilish, men hayron qoldim, yillarcha cho'zmaydi deganingizga, qiyin qaror qabul qilish. Meni nazarimda, men bilmayman, yo'q, yaqinda eshitishni boshladim hozirgi yoshlardan, lekin o'zimiz pokoleniyadan bilmayman unaqa keskin qaror qabul qilib, yo'q, bu meni odamim emas ekan. Chunki bizga nikoh boshqacha tanishtirilgan, Arafat. Bu joyini qanchalik qo'ya olamiz, qo'ya olmaymiz bilmayman, tekshiramiz. Lekin men aynan shu yechimni qidirib,
shu mutaxassisligichon bordim. Nikoh masalasidagi mutaxassislardan borib so'radim. Chunki bizga bunaqa nozik masalada kelishadi. Biz aytamiz, mana diniy idoraga boringlar deb yuboramiz, lekin baribir ichkaringizda savol qoladi-yu, oxiri xullas borib so'raganimizda aytdilar, bizani dinda nikoh muqaddas deyilmas ekan. Bizani dinda inson qadriyati ekan, nikoh emas. Ya'ni nikoh emas deganda nikoh muqaddas emas, inson qadriyatidan keyingi o'rinda turar ekanda nikoh. Xristianlikda nikoh birinchi o'rinda turar ekan, keyin inson turar ekan. Tushunasizmi? O'shaning uchun ularda o'sha xotinini qo'shib ko'mvorish, boshqa dinlarda, buddizmda eri o'lsa xotinini qo'shib ko'mvorish, masalan, eri o'lsa boshqa turmush qurmay yashab o'tish, ya'ni nikoh abadiy degan narsa bor ekan ularda. Bizda nikoh abadiy emas-ku. Bizda nikoh ikkita juftdan bittasi olamdan o'tishi bilan to'xtaydi, tugaydi. O'sha xotinini qo'lini bilan ushlab, nomahram hisoblanadi, go'riga qo'ya olmaydi erkak kishi. Yoki eri o'lsa tepasiga kirib quchoqlab dotlab o'sha ayol yig'ib olmaydi, o'sha nikoh tugadi, mahramlik uzildi. Islomda nikoh bir umrlik, bitta umrlik, abadiy emas. Ularda boshqa dinlarda abadiy ekanda, o'shani bizani chiroyli sistemamizni buzish uchun atila missionerlik yo'lini olib kirilgan ekanda, nikoh muqaddas, чтобы shunaqa qilginki, san shu nikoh ulug'laganingda shaxsiyatingni unut. Shaxsiyatingni o'ldir. Senga noqulay bo'lsa ham, nima bo'lsa ham nikoh muqaddas deb qolib ket. Yo'q, Alloh nikohi bizning dinda shartnoma deb taklif qilgan ekan. Shartlashing, o'zingizni ayolga qo'yilgan talablarni, erkakka qo'yilgan talablarni o'rtaga qo'ying, qo'lingizdan keladigan imkoniyatlarni eshiting va asosiy shartlarni bajaring, shartnomaga kiring. Shartnomani bajara olmasang, shartnoma buzilsin. Chunki o'zi nikohda shart unaqa ko'p emas-da, endi olib qarasangiz. Nikohda shart ko'p emas. Mana eng kambag'al odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, uylanmoqchiman ya Rasululloh deganda, mahrga borib ishlab pul topib ketganlar-da. Mahrga vergilik narsa topib kelganda nikohlab qo'yilgan. Nikohda aytilayotgan shartlar shunaqa oddiy va jo'n. Masalan, bizga nikohdan oldin aytishmaganami, masalan, o'sha narsalarni eshitganingizdan keyin bundan oshig'ini majbur emasmizmi? Men so'rayapman. Rostdan bundan oshig'iga majbur emasmizmi? Yo'q, bundan oshig'iga majbur emassiz. Jannatga o'ynab kulib kirib ketadigan inson islomda ayol deyaptilar-da. Shu o'ynab kulib kirib ketsa ayolga hech qanaqa boshqa hech narsa yo'q deb ayol yaratilgan, lekin nimagadir bizga kiritilgan, dinimizni buzishga berilgan missionerlik va unaqa fikrlardan ayol bo'lib yashash o'ta murakkab bo'lib ketgan. Islomda unaqa emas ekanda. Umuman unaqa emas bizda. Agar biz shu narsalarni oddiy jo'n tanisak, nima yomon bo'ladi? Biz yana qaytamiz, insonlar shaxsiyati bir xil emas-da. Hamma to'g'ri tushunmaydi-da. Masalan, isterichka, birovdan foydalanadigan, psixopatik shaxsiylik, birovni ayblaydigan, manipulyator tipdagilar bu narsalarni eshitsa bo'ldi, erkaklarni ezishga boshlaydi. Xuddi erkaklar shu usul bilan ayollarni ezmoqchi bo'lgan, shu qatlama bor-da. Ya'ni biz ayollar shunaqa, erkaklar shunaqa deb umumlashtira olmaymiz. Ayollarni ham, erkaklarni ham psixotipini o'zi 9 xil. O'shaning uchun qaysidir psixotipdagilar shunaqa usulni tanlaydi, ayol bo'lsa ham, erkak bo'lsa ham, mutant mavjudot bo'lsa ham shunaqa tanlab qo'yaveradi, fe'ldan chiqib. Men aytgan bo'lardim, jamiyatni ko'proq mana shunaqangi bilimlar bilan boyitilgandagina, insonlar o'z shaxsiyatini, o'zining fe'lini tanigandagina, o'z talablarini, o'z xohishlarini, ehtiyojlarini tanigandagina tuzalamiz. Shaxsiy yondashuvlari bilan bo'yamasdan, bitta o'zinikini butun jamiyatga, bitta o'zinikini butun erkaklarga, bitta o'zinikini ayollarga, butun o'zbeklarga umumlashtirish kerak emas. U seni shaxsiyatingda shunaqa, seni oilangda shunaqa, seni fe'lingda shunaqa, unikida umuman boshqacha va o'shanda keyinchi oddiy shuni farqini o'rgansangiz hamcha o'zingizga haq berasiz. Bo'ldi, meni shaxsiyatim bu ekan, demak men o'zimdan buni talab qilmayman. Bu menga kirmas ekan deysizmi? Taksh boshqa shaxs, 8 ta shaxsiyatga ham haq berasiz. Bo'ldi, bu degani oldingizga turgan odamlardan unaqa talab qo'ymaysiz. Talab kamayadi, yashash osonlashadi. Aytasiz, "Men kutgan narsani men erim shizoid ekan, bermasa nima qilaman?" Shizoiddan oladigan usulini qilasiz. Shizoidni beradigan usuli boshqa. Antisteroidni beradigan usuli boshqa-da. Shizoid unaqa bermaydi, baribir deysiz, boshqa paytda hech bo'lmasa aytasizki, shizoid baribir oq oyisi ochilib ketgan, demaydi hech qachon. Ammo unga qarab shumshayib ketavermasdan, bunday qarab o'qisan, kelsan desa,
voy rostdan ham bemaza xotinman shekilli deb to'xtab qolmasdan o'sha zoid u hislarini shunaqa ko'rsata olmaydi, unga g'alati ko'rinadi. Ammo yashayveraman deb хотя бы o'zini fe'lida yashab bersan, shu ham deb o'ylayman, anaqa yengillatardanda odamni hayotini-chi, hech bo'lmasa o'zidek bo'lib yashashga huquq beradi. Biz o'zi qanaqaligimizni bilmaymiz, конечно, o'zimizga yashashga huquq bermaymiz. O'ylashga ruxsat berilganmi o'zi bolaligimizda o'zim men qanaqaman degan savol. Sen shunaqa bo'lishing kerak deyilgan bizga. Shunaqa qaysi tipdagi nima ahamiyati o'zimizga savol bergunimizcha o'sha 30+ bo'ldi bizda. Men o'zi qanaqaman, qanaqa bo'lsam menga yaxshi deb savol bergunimizcha ancha og'riqlar yashab o'tib, yo men unaqa bo'la olmayman ekan deb keldik. Masalan, men shunaqa keldimda. Shunaqa Qizlarimizni shunaqa qilamiz-ku, sen shunaqa bo'lishing kerak deymiz. O'zi standartida bu yoshda qanaqa bo'lish kerak degan savol berish kerak-da o'zi. Hech bo'lmasa shu yoshida. Men anaqa qizim konsultatsiyaga bordi-da, 14 yoshimga bordi. Men chiqqandan so'raman, qanaqa aytsam, qizingizmi? Yoshi nechida edi? Qizingiz bilib 14 desam, qizingiz 38 yoshda. 38 yoshda. Siz bilan teppa-teng fikrlayapsiz deb o'ylayapsiz deb javob beryapti. Juda ham aqlli. Men tushunmayman. Yuz shunaqaki, men buni kompliment deb qabul qilishim kerakmi? Muammo deb o'z muammoligini bilib turibman. Aytaman, nimaga men unga hech qanaqa nagruska bermaganman, uyda yordamchilar bor, shu bolalarga qaratmayman, o'zimiz bola qarab katta bo'lganimiz uchun ona bo'lib qolmasin deganmiz, kelishganmiz erim bilan. Uy ishlarini buyurmayman, haftada bir kun qilishamiz. Bir narsalar desam aytadilarki, men hech narsa rostdan unga javobgarlik bermay, faqat o'qi deyman desam, unda qayerdan murakkablik deyapman. Nimaga u men bilan tengsam? Siz uy ichida baxtlimisiz? Nazar va bo'lmay yashaysizmi uy ichida? Uyga kirganingizdan keyin muxtasar nazar emas, просто oyisi yoki bo'lmasa просто muxtasar bo'lib yashaysizmi? Yo'q, men uyga kirgandan keyin charchayman, o'sha bo'ldi. Bola baxtsiz, baxtli onani ko'rmayaptimi? Onani ko'rayotgandagi bo'lyapti dedilar. O'sha yerda men aytdim, kechirasiz, o'zi qanaqa bo'lish kerak hozir o'tsam. Hozir hech narsani o'ylamaydigan, kiyim-kechakka qiziqadigan, eng aqlli odam bittaman, men qolgan hamma to'poy deb hisoblaydigan yoshda bo'lish kerak dedilar-da. Kim aytdi, u qanaqa deyapti? U yerda hammani hisobga oladigan, uydagi ota-ona hamma aqlli, bitta men to'poy deb hisoblayapti. Vot haqiqati shu, aslida shu yerda buzilib qolgan deyaptilar. Tashqaridan menga ham bolam juda ham esli va yaxshi ko'rinardi-da agar. Men bilib что bu juda aqllashyapti, kulishlari kam, bolalarcha jinnalik qilmaydi. Lekin вообще-то 14 yoshda deb aytdim. Kelayapti 16 yoshgacha hech narsa g'amini olmaydigan, hech narsa o'ylamaydigan, mazza qilib yegan, ichgani, o'ynab, qiliqlar qilib yuradigan qiz bo'versin uyda. Ammo aytaman, unda ovqat qil, ish qil yoki bo'lmasa uni vaqtda qil javobgarlikni qachon oladi deyman lekin muxtasar boshiga xudo xolasa shunaqa majburiyatlar beriladi, u xohlamasa ham oladi. Siz men 2 qat bo'lishga roziman degan kuningiz 2 qat bo'luvmidingiz yoki bergan kuni oluvmidingiz? Bergan kuni oladi. Ayol shunaqa yaratilgan, oladi. Aytmaman, bari disiplina kerak-ku ayol kishiga. Nima bo'lganda ham siz disiplinani o'z-o'ziga xizmatda o'rgating. Har kuni tahoratda yurish, har kuni namozlari yoki bo'lmasa har kuni haftaning har mana kuni o'ziga mamnunga qarash, har kuni ko'chaga chiqib ketishdan yarim soat antiperspiranti narsalarini joylashib qilishiga vaqt berish. Siz uni shunga o'rgating, shu ham disiplina, buni ham har kuni qilish kerak. Namozni ham har kuni 5 mahal o'qish kerak. Har kuni tahorat olish kerak, kamida 1 mahal yotishdan pijama kiyib uxlash disiplina. Soch tarab uxlash disiplina. Sizlar bunaqa disiplinalar mensimaysizlar desizlarga albatta idish yuvib yotilgan uy tozalash disiplinalik jamiyat katta kutuvlari bor. Boshqa dedilar-da, disiplinasi qolib ketadi deb qo'rqar ekanman. Nimaga men bolamni ish o'rganmasin deyman, nimaga o'qish bilan band qilib, u disiplinasi qolib ketadi. Bolalardan ozod qilgan bo'lsa, meni ozod qilgan bo'lsa, chunki o'qish bilan band bo'lsin-da. Muxtasar insonni shaxsiyati bilan bo'ladigan disiplinasi ham uni disiplinirованный qiladi, ya'ni o'sha intizomli qiladi. Kelajakda u boshqa intizomlarni ham bo'yniga oladi dedilar. Keyin bundoq qarasam shu choch tarash, pijama kiyishdan boshqa hamma disiplinani olgan ekanmiz o'zimiz. Lekin rostdan shu narsalar keyin o'rganish qiyin bo'ldi-da. O'zimizga o'qit, yuz o'qitlari. Haliyam. Lekin qolganlik bu ishni qilib uxlayman. O'sha bitmasa uxlaysiz. 2 bo'lib ketsam yoki o'qigan tugasa uxlayman deb yurasiz.
lekin bolaga o'rgatilmaganman deb o'yladim. Xullas aytmoqchiman, qila olar ekanmiz. Bemalol qisqa-qisqa bo'ladi. Qizlar haqida gaplashdik-ku. 3 o'g'lingiz bor. O'g'illar masalasida qanaqa? O'g'illaringiz-chi jamiyatga tayyormi? Ular yoki aksincha, jamiyat ularga tayyormi? Yigitlar masalasida jonlari sog' bo'lsin. Men bunisini o'zim beradigan tarbiyamga garantiya bera olmayman. Judayam приятный xarakterdagi yigitlar bo'lishadi deb umid qilaman. Agar masala meni tarbiyam bilan hal bo'lsa, muhit masalasi bor, genetika masalasi bor. Genetikasi ham yomon emas, Xudoga shukr. Chunki meni og'riqlarimdan kelib chiqib, qadriyatlarimdan kelib chiqib, ishonch bilan ayta olaman, mard haqiqiy kitoblarda yozilgandagidek ayollar qadrlaydigan, ozor berib, ularni qiynab qo'ymaydigan erkaklar qilib tarbiya qilish xohlayman va shuni yo'lidaman, xudo xolasa. Chin yurakdan xohlayman. Meni bu shunchaki fikrim emas, bu meni qadriyatlarim. Xudo xolasa bu tarafdan ko'nglim to'q, jamiyat ko'ngli to'q bo'lsa bo'ladi. Sizga ham tanqid ko'p bo'ladi yoki bo'lmasam men tushunishim bo'yicha sizga normal bosim ham bo'ladi. Bu narsalarni siz qanaqa yashab o'tasiz? Qanchalik ta'sirlanasiz? Empat odamga oson emas. Tabiat jihatdan isyonkor bo'lganim uchun bolalikdan oqimga qarshi suzganman har jabhada. O'zimdan o'zim shunaqa qilgim kelganidan kelmasa emas. Jamiyatda bo'ladi albatta, ijtimoiylashuv jarayonida e'tirozlar tug'iladi, boshqacha fikrlar aytasiz. O'sha vaziyatlar orqali menda immunitet hosil bo'lgan, ichki stержenim kuchliroq va bo'ladi-ku, bir marta og'rigan narsa qaytib u darajada og'rimaydi. Allaqachon bloger bo'lishimdan oldin u narsani yashab o'tgan bo'lganman. Negativlari, agressiyani qanaqa qabul qilishni ham hatto boshqara olaman. Qanaqa javob berishni ham juda yaxshi boshqara olaman. Shunaqa yaqinda yana bitta narsaga hayron bo'ldim. Negativlar yoziladi-ku, bor qobiliyatini ishga solib yozadi-yu, shunaqa odamlar bo'ladi, ustalari yozadi-ku. O'qib turib, xohlab kuladigan odat chiqaribman-da. Voy, bu jinni bo'lib qoldimmi deb o'yladim. Birinchisida jinni bo'lib qoldimmi deb o'yladim. Yo'q, menda ko'nikma hosil bo'lib, xohlab kulaman-da, xuddi shunaqa kuladigan javob yozaman-da. U o'zimga ham qiziq va boshqalarga shu kayf beryapti buni kuzatish. Bir ikki marta istoriyaga qo'yib ko'rdim. Odamlar lazzatlanyapti, chunki B nuqtasini ko'rish xohlaydi-ku menda. Shunaqa keyin bilib qoldim. Ko'p shu praktikani olganimdan menda shunaqa yaxshi o'tkazib yuboraman bunaqa narsalar. O'zi bunaqa narsalarga indama, jim ket, odamlarga qancha bunaqa desang, ular shuncha kuchayadi yoki bo'lmasam qancha qarshilik qilsang, ular boy, ular kuchli, yoki bo'lmasa ular mansabdor, seni yomon qilib yuborishadi, yo'q qilib yuborishadi degan narsalar eshitganmisiz? Ota-onangizdan? Yo'q. Vot, mana gap qaytdi-da. Yo'q, men bu savollarni berganman. Ota-onam aytmagan bo'lsa, jamiyat aytgan, qo'rquvlari bilan aytgan odamlar bo'lgan. Men fikrlarimni o'zi haqiqatda ham o'rni, joyi, vaqti bor va imkon qadar donolik bilan yetkazishga harakat qilaman. Meni maqsadim faqat isyon qilish emas, qanaqadir muammoga yechim berish. Bu bir. Ikkinchidan, negativlar masalasida umuman odamlarning munosabati mayda muammochalar bo'ladi-ku. Aniq bitta yo'nalish topib olganman, o'zim bilan o'zim kelishib olganman. Men yutmayman, javob qaytaraman. Sizdan masalan negativ keladi, olaman, 4 burchakmi, 3 burchakmi, plastilinda yasab dumaloq qilib sizga qaytarib jo'nataman, uni menga qaytarib jo'natmoqchi bo'lmaysiz siz. Lekin men ichimdagi bor, menga bergan zahringizni o'zingizga qayta ishlab chiqarib yuborgan bo'laman. U albatta anaqa agressiya u ham. Faqat yashirin agressiyami, passiv agressiyami shunaqa. Ba'zan kulgili negativlarga kulgili javob bergan bo'laman. Aslida u odamni yaxshigina ezgan bo'laman men. O'zini narsasini qaytardim deb zulm qildimmi deb o'ylab qo'yaman. Asosiy ichimga yutmayman, o'zim yakson qilmayman. Shu odamlarning nimasi bo'yicha shu taraflari bor, lekin bosimdan qo'rqish yuqoridan
hali unga sabab bo'ladigan ishni qilmadim deb o'ylayman. Qilish niyatida ham emasman. Men unaqa narsadan kayf qiladigan odam emasman. Men hech qanaqa yuqoridan norozi emasman. Men jamiyatdagi o'zini qilayotgan xatosini men nazarimda xato ekanligini bilmayotganlardan noroziman. Va men qaysidir nimada ma'noda gapirishni ham bilmayapman. Yana ham ba'zi gaplarimga baribir og'riydi odamlar. Negativ bildiradi-ku, o'qituvchilar, sen biz unaqa deyapsan, bunaqa deyapsan. Voy, to'g'ri gapirishni bilmadim-da, shu sanchilib ketdi-da deyman. Shunaqa hech qanaqa bosim bo'lmagan menga hech qachon. Bo'lmaydi ham deb o'ylayman. O'zichi mana buntarlik degan sifat bor, ya'ni o'sha nima deydi, buntar nima desa bo'lardi tarjimasida? Isyonkor. Yung bo'yicha arxetiplar bor, o'sha yerda isyonkor arxetipi bor. Isyonkor arxetipidagilar shunaqa bo'ladi, tipaj haqiqat qidiruvchi, qo'rqmas, etuvchi bo'ladi. Faqat bilsangiz o'sha buntar arxetipi har xil hayotga tatbiq qiladi. Masalan, o'sha nima bo'lardi-yu, kinolarda nuqul nimalarni olib chiqadigan, boylardan pullarni olib nimalarga olib beradi-yu, oti nima edi o'sha personaji? Robin Hoodmi? Robin Hood. Robin Hood personaji bo'lib, o'sha ham buntarli-da, o'zim bundoq qarasa. Faqat hamma yoqda negativ yozadiganlar buntar. Lekin sizniki mana shu buntarlikni rosa zo'r nima qilingan versiyasi ekanda. Nima deydi? Sublimatsiya qilingan versiyasi ekan va o'sha buntarligingizga orqasida turib berish qobiliyatingiz ham zo'r shakllangan ekan. Chunki siz bunt qilganingizdan keyin, isyonni berganingizdan keyin albatta unga qarshi hujum kelganda turib berishga 2 barobar ko'proq kuch kerak-da. Bo'lib ham ayol kishiga oson emas. Sizda shu qobiliyat mana bunaqa, qo'shma men nazarimda Xudo shunday yaratgan. Mana qabuladi hayotimda umuman sudlashganman. Keraksiz birovlardan qanaqasi uchun-da, bir tashakkur uchundir, bilmayman, yo oddiy hech kimga kerak emas haqiqatim uchun. Shunaqa shu paytlar aytaman, umuman odamlar bilan adolatsizlikka men ko'nolmayman. Menga nisbatan oddiy nima bo'lsa ham, nohaqlik bo'lsa ham-da qiynalib o'sha haqiqatni olganimdan keyin shuncha qiynaldim, namuncha o'zimni qiynadim. Lekin olaman shu narsani. Xudo menga shu potensial beribdi. Nima qilardi shuni? Xudoni o'zi kechirsin. Imkoniyatni bergan, lekin muammoni ham mana qiladi-da, yashab o'taman. Lazzat beradi. Robin Hoodlik masalasida endi men Robin Hoodman deb o'ylamayman. Kesib yuborishinglar ham kerak. Manaqa kinolardagi Davidga gap aytaman. Men o'zimga savol berardim baribir. Jamiyat har xil gaplar yuradi-ku. Jamiyat uchun nimadir qilmoqchi bo'lsang, nimadirlar qilishadi. Men yashab ko'rdim, unaqa emas. Lekin bir joyda eshitganman, o'zi shunaqalar bo'lish kerak. Harakat qilish kerak va qurbondan bo'lish kerak. Shu gapni eshitganman, hatto shunga tayyorman. Men va yana bitta narsa bor, bunga sabab 2 yil oldinmi, 3 yil oldinmi, qarang esimda ham yo'q, Xudoga shukr, rak deb tashxis qo'yishgan. O'shanda o'sha o'laman deb tasavvur qildim hamma narsani, orqamga qaradim, prosta bir xalta go'sht bo'lib yashamanda. 1 yilda o'lamanmi, 6 oyda o'lamanmi? Jamiyat uchun, ayniqsa bolalar uchun nimadir qilaman, qancha umr berarkansan deb diagnozni rost mana yana bir marta tekshirilishini kutgan vaqtim 2 hafta shuni o'ylab yashadim. Men nima qilsam bo'ladi? Loyiha qilsam bo'ladi. Nima ish paytgacha u narsani o'ylamaganman. Rak emas bo'lib chiqdi. Lekin va'damda turdim. Harakat qildingizmi? O'ylab topib qilmadim bu narsani, lekin shundan keyinoq oyoqqa turib ketdim. Shundan keyinoq anaqa menga shu maqsadni berdi, tasodifan xohlamadim hech qachon zo'ravonliksiz ta'lim targ'ibotchisi bo'lishni rejalashtirmadim hech qachon. Oldimdan muammo chiqdi, kurashib ko'rdim, shu qalbim qo'ymadi. Shuni qilishing kerak. Ne o'yladim, va'da beruvdim, shuni xohlayapti. O'zi masjidda bitta so'ray, Arofat, rostdanchi oldingi ta'limda erkak ustozlar bo'lardi-yu. Masalan, bizning maktabda o'zida ham 20 tacha erkak ustoz bo'lardi-da.
va mana shu erkak ustozlarni borligi birinchidan, ikkinchidan o'sha yuqori sinflarda ayniqsa quloqsiz bolalarga bemalol anaqa ukaska bilan urish, quloqni burab olish yoki jazolash bor edi-da. Endi o'chalik bir uyidagi nafratini olib kelib agressiyasini chiqarish darajasida ko'rmaganmiz. Ularda haqiqiy ustozlik etiketi, bir odobi bo'lardi ustozlarimizda. Yoshlar katta erkaklar, lekin jazolashardi-da. O'shani etab o'ylaymanki, qaysidir nuqtalarda endi juda adekvat holatda umumiy ma'noda kirg'izib qo'yib demoqchi emasman ro'yxatga, lekin qaysidir nuqtalarda bola haqiqatda mana shunaqangi darajadagi aniq ko'rib chiqilgan, mana har bitta bo'limi kiritilib turib keyin unga jazo tanlanadigan tizimga muhtoj emasmi hozirgi maktablar? Chunki qancha yengillik, qanchalik bolalarga huquq berib ustozlarni biz qadrlab qo'ymayapmizmi? Yuqori sinflarda ularni haqqichi, ularni huquqichi qo'l teg'ish mumkin emas bo'lgandan keyingi bolalarni sakrashishi. Onam pensiyaga chiqqunlarigacha oxirgi yillarda men onamga ko'rib siqilib ketdim. Iltimos ishlamang. Asha haqqingiz yo'q. Qo'lingizda nari yoqda turing. Mana shunaqa muomalada. Hatto men onam qanaqa kuchli pedagogliklarni bilaman. Lekin oxirgi pokoleniyada baribir bu narsalar bor-ku davlat ta'limida. Qarang, manaqa masala birinchidan Muxtasar Nazarovadan bu gap ketdi. Yo'q, bu meni savolim emas, bu atrofdagilarning savoli. Qarang, bundoq masala. Men aslida pedagogika bilan manaman deganni ham eksa bo'ladi degan tarafdoridagi odamman. Shunaqa ta'limda men ham oddiy maktab kollejda ishlagan bandit bolalarni 16 yasharlarni ham eggan odamman. Mening fikrim bunaqa emas. Lekin bu fikrda siqilayotgan katta yoshdagi maktab ta'limidagi odamlar bor-da. O'sha payt yaxshiroq edi, mana erkaklar borligi yaxshi edi. Ular urishib so'kib tura olardi. Bizning ayol kishi mensimaydi, bo'yimizdan baland, urish ham mumkin emas, so'kish ham mumkin emas, ota-onasini yetaklab keladilar, ko'p xafa bo'lishadi, eshitaman. Shu ma'noda so'raman. Bunday masalada ayniqsa shunaqa yozishadi, erkakni erkak tarbiyalash uchun kalta yeb turish kerak. Erkaklar o'qituvchilar bor bo'lgani uchun va ular urib turgani uchun u paytlar nima emas, intizom bor emas edi. Erkaklik sifatlari kuchli edi. Aynan shu qo'lidagi tayog'i ish bersa, ayol, men shaxsan o'zim menman degan erkakni ikkitasini birdaniga yiqita olmayman, kerak bo'lsa, shu aqlim ishlatsam qayerga qanday zarba berishni bilsam. Masalan, men texnikasini bilaman. Ayol ham qila oladi u narsani-da. Aynan qo'lidagi tayog'ida emas. Ko'proq biz faqat shuni ko'p gapiramiz, shunaqa deb o'ylaymiz. Urib turar edi, qo'rqar edi bilagidagi kuchidan. Yo'q, bilagidagi kuchidan emas, erkak kishining xarizmasi bor edi u paytlar va o'sha narsa boshqarardi ko'pincha. O'sha narsa bo'lgani uchun erkak o'qituvchilarda o'zi aurasi shunaqa bo'lgan shu paytlarda. Endi bunaqa urushga ruxsat bermasak, ularni shunaqa holatlarda jazolasak, o'qituvchilarning obro'sini tushiradimi degan savol, odamlardagi shunaqa savol, bu ta'limimizdagi ahvolni balki ochiq tan olishdir. Kaltagini olib qo'ysak, ularda hech narsa yo'q deganimi shu endi? Kaltagini olib qo'ysak, ularda hech narsa qolmayaptimi? Masalan, menga yozishadi shunaqa deb, siz menga argument bera olmaysiz, umuman iloji yo'q. Menda bo'lgan shunaqa, men ham uraman, shunaqa, umuman argument bera olmaysiz. Ishlamaydi, bu usulingiz ishlamaydi. Shu savol berishdan qo'rqaman ularga. Nechta usul qo'llab ko'rdingiz konfliktlar hal qilish uchun? Nechtasi ish berdi, nechtasi ish bermadi va nimaga ish bermadi? Birorta qo'llamagan va bilmaydi ham. Shu yog'i bor-da, lekin juda ham ko'p o'zini xarizmasi bilan boshqaradigan ayol o'qituvchilar ham juda ham ko'p. Afsuski, ularda ehtiyoj bo'lmagani uchun mana bor deb ko'rsatmayapmiz-da, juda ko'p shunaqalari ham. Va yana bitta masala bor, eski avlod bilan yangi avlodni kelishuvi o'rtada dialog yo'q. Kattalar har doim yangi avlod kuchli bo'lgan, kattalarimiz ham shu yangi avlod o'rganishni moslashni xohlamayapti. Men kattaman, bizda shunaqa katta mutlaq haq-ku. Shunaqa bo'lishini xohlayapti, lekin hozirgi ayniqsa zoomer avlod, ayniqsa o'smirlik payti ularni sizni hurmat qilish uchun sabab kerak. Tasavvur qilyapsizmi? Sabab kerak. O'smirlarda shunaqa sabab hurmat qilib qo'yaverardik. Katta bo'lsa bo'ldi. Ayniqsa o'qituvchi bo'lsa iloh deydi. Yo'q, ularga hammani bitta
bitta o'chirgich bilan udalet qilib tashlaydida o'smirlar hammani, hatto ota-onasini hurmat qilishga sabab izlaydi. Siz yaxshi bilasiz bu narsani. Aqli ko'nadigan dalil bo'lmaguncha ko'nmayapti. Ha, shunaqa. U tomonlar bor. Umuman o'rganish kerak bo'lgan ko'p narsalar bor va urmasa unaqa bo'lib ketadimi, bunaqa bo'lib ketadimi deyish, demak biz urishdan boshqa yo'limiz yo'q deyishni tan olish bilan teng. Usullari juda ham ko'p. Masalan, men juda ham oson o'smirlar bilan ham, yoshlar bilan ham, ayniqsa shu narsani targ'ib qilish boshlagandan keyin juda yaxshi yashab o'tdim. Chunki nimadir haqida gapirishga haqqingiz bo'lishi uchun u yoqqa to'lash kerak. U yoqqa to'lash kerak. U yoq bilan hisob-kitob qilib, praktikada isbotlashingiz kerak. Bu yog'i bor. To'g'ri. Shunaqa bu nazariyani juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. O'zi mana bunaqa deb aytamanda o'qituvchilik haqida. Bilasizmi, bizni xarakterlarimizni to'g'ri xarakter sifatlarimizni to'g'ri sublimatsiya qilsak, o'sha kasb bizniki bo'ladi. Masalan, aleksitimiya degan narsa bor psixologiyada, bu hissizlik. Inson hislarini deb yashab o'tmaydi. Hislari juda kam bo'ladi va jo'n bo'ladi, sovuqqon bo'ladi. Hisdagi mana shu muammosi bor odamlar, aleksitimiyasi borlar yoki o'sha hissiyotlariga nisbatan sovuqqon bo'ladigan tipga kiradiganlarning ko'pchiliklari uchun eng muvofiq kasblardan bittasi bu meditsina, xirurgiyada hisoblanadi. Chunki insonni tanasini zaruratdan shu operatsiyada yora olishi, kesib chiqa olishi uchun normalniy qattiqlik kerakda. Chunki sog'lom variantda odam xuddi o'zidek tanaga u ishni qila olmaydi. Hissiy sovuqqon bo'lishi kerak. Aleksitimik insonlardan juda kuchli xirurglar chiqadi. Bu narsa tasdiqlangan. Yoki bo'lmasa, masalan, deylik o'sha munosabatlarga ochliklar bo'ladi. Hissiy ochliklar, munosabatlardagi ochliklar. Rosa gapirgis kelgan, boshqagis kelgan, doim ishda bo'lgan uydagilar, uyda yolg'iz qolgansiz, boshqa bo'lgan, gaplashadigan sherik bo'lmagan munosabatga va muloqotga ochligingiz bor. Mana sizga ta'lim sizga zo'rda, chunki siz o'sha yerda o'sha ehtiyogingizni qondirasiz. Ya'ni aytmoqchiman, insonni xarakteridagi sifatlari yoki o'zini ochliklari yo'nalgan kasblar unikida. Shu uchun baribir mehrga to'yganlar yoki bo'lmasam bolalikni yashab o'tishni yaxshi ko'radiganlar, bolalik dunyosini ichida bo'lgisi keladiganlar, shu muloqotga, empatiyaga ochliklari, ehtiyojlari bor bo'lgan insonlar nazarimda, meni kuzatuvim bo'yicha pedagogikaga eng kerak odamlarda. Qolganlarga oson. Tartibni yaxshi ko'radiganlar, aytgan narsasi vaqtida bo'lish xohlaydiganlar, obsessiv xarakter egalari ta'limda emas, ular ko'proq boshqaruv va buxgalteriyada bo'lganlari yaxshi. Chunki tartib va qoidalarga insonni bo'ysundirgandan ko'ra sonlarni bo'ysundirgan osonroqda. O'shaning uchun ular buxgalteriyada zo'r bizga yoki boshqaruvda ular bizga kerak, lekin ta'limda emas. Chunki ta'limda shaxsiyatni qabul qilishingiz uchun u siz aytgandek va o'sha zahotda bo'la olmaydi-ku, bari uni siz ko'tarib olib chiqquningizgacha har bitta bolaga har xil srok kerak-ku, bari individuallik bor. Men o'ylardim o'sha agar kimdagi shunaqa xarakter bo'lsa, yaxshisi bu sohaga boshlamaslik kerak. O'zi bizni jamiyatimizda kasb tanlashda, bizni davrimizda ota-onalar potensialiga qarash degan narsa bo'lmasdi. Ota-onani orzu-havasi, uni nazariyasi bilan tanlanardi, baliga qarab tanlanardi va o'sha avlod ishlayapti hozir. Ularni ham ayblamayman, lekin sal odam muammo kelganda yechim topishga va to'g'ri yechim qilishga harakat qilish kerak-ku. Lekin hozirgi yoshlar uchun aytgan bo'lardim, o'qituvchilik kasbini tanlash eng ko'p o'ylanadigan masala bo'lishi kerak. Yuridikami, boshqami, hatto shu samolyot uchuvchiligi masalasini ham unchalik o'ylamaslik mumkin, lekin bu masalani juda jiddiy o'ylash kerak. O'zini masalasini birinchi o'rinda o'zi uchun va kelajak avlod uchun juda jiddiy o'ylash kerak. Shu tarzda tanlash kerak o'qituvchilikni, bo'lmasa endi hozir o'ziga ham zarar bo'ladi. Bu ishda. Chunki vaziyat murakkablashyapti, tizim o'zgaryapti. Keyin erkaklik sifati masalasida gapirish xohlardim. Ya'ni biz erkak deganda nimaga zo'ravonlikni tasavvur qilishimiz kerak? Biz zo'ravonlik qilib o'rgatamizmi erkak bo'lishni? Haqiqiy erkakni urib tarbiya qilish kerak deb yozishadi-da, kulgim keladi. Erkak degani men uchun mardlik, oliyjanoblik, sabr, toqat,
kuch nimada uni bardoshida bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qanaqa qilib biz unga zo'ravonlik qilib erkaklikni o'rgatamiz? Zo'ravonlikni meros qilib qoldiramizmi? Avval boshqacha bo'lgan deganni sababi ham undan beri ham biz migratsiyaga ketgan erkaklarni farzandlari, onasini qo'lida qolgan farzandlar katta bo'lmadimi? Yoki oilada ayol gegemon bo'lgan farzandlarni o'qitmayapmizmi? Faqat shu urmaganimiz uchun ayol sifat bo'lib qolmayapti. Yigitlar modelni qaydan olyapti? Kinolarimiz, novellalarimizdan olyaptimi? Yo onasi bilan dugona bo'lib olib olyaptimi? Model o'zi yo'q-ku oilada ham, to'g'rimi? Ko'pchilikda jamiyatimizda qancha qoldi haqiqiy erkak modellari masalanda? U taraflarni inobatga olish kerak. Faqat urmaganimiz uchun yigitlar unaqa bo'lib qolmayapti va urib ham uni to'g'rilamaymiz. Haqiqiy erkak modellarini berishimiz kerak va erkaklik sifatlari bilan tarbiya qilishimiz kerak-da. Shunaqa, agar har bitta o'g'il bola tarbiyalanayotgan uyda bittadan erkak model, biz kelajakga erkak tarbiyalab olib chiqib bera olmaymiz, chunki mayli ota yo'qdir, boshqa erkaklar bor-ku, bari qarindosh urug'da boshqadan murojaat qilinishi shart. Va eng anaqa joyi, erkaklar ham bir paytda birgina xotinning oldidagi erkaklikni emas, otalikda, ustozlikda, jamiyatdagi xodimlikda, do'stlikda, farzandlikdagi xilma-xil rollarni bizga ko'p ko'rsatishlari kerak edi bolalarimizga. Chunki baribir biz xohlasak, xohlamasak erkak deganda o'sha seryozni bitta tipajdagi odamni model tushunganmizda o'zimiz ham, balki biz ham shunaqa xato tarbiyalayotgandirmiz. Hozirgi pokoleniya baribir erkak xilma-xil bo'la olishi kerak. Erkak bu ustoz, erkak bu ota, erkak bu farzand, erkak bu hamkasb, erkak bu juft. Biz nimadir erkak desa faqat xotinning oldida ko'rinadi-da, masalan, ko'pchilik endi u ham erkakligini qilgani bitta xotinning oldidagi roli bor-da, endi shu yerda qiladi. Hammasini keyin baqiradi, so'kadi. Ya o'zi bizni jamiyatimizda model bormi? Bitta haqiqiy erkak hamma sifatlari bilan model bormi? Masalan, bizda Otabek deyilishadi. Otabek kim? U model gapidan o'tolmasdan inson qotib ketadi. Baxtsiz qilgan. Otabek aytishardi biz bolaligimizda. Bizda nima hurliqoligami, qahramonimiz yo'q-da, siyosiy personajligami yo'q, ikkalasi ham bo'la olmaydi. Men uchun ham Otabek g'alati. Shu model ham katta zarar qilgan bizga deyman-da. Bizga har doim jamiyatni buzish uchun qaysi model kerak bo'lsa, o'sha model ko'proq targ'ib qilingan. Masalan, Qurbon modeli ko'proq kerakmi o'sha siyosatga? Anaqa xizmatchilar, ishchilar kerakmi? Zumrad Himmat, mana shu ertaklar shunaqa personajlar ko'proq ideallashtiriladi. Xullas, mana shunaqa yashirin yo'l bilan manipulyatsiyada jamiyat buzilaveradi-da. O'sha erkak modelni ham qanaqadir qilishda, u qilishda, bu qilishda ish qilib olib qo'yishdi-da. Endi mana anaqa kuchli ayol modeli olib kirilyapti hozir. Baxtli mana u yerda, baxtli mana bu yerda bunaqa ovatda degan narsalar bilan